Когда уйдем со школьного двора, под звуки поющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Пройдись по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Твой голос робот мыл в руке дрожа, но ты домой с победою бежал. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Но как забыть звончей звонка капель и девочку, которой нес портфель? Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем. Yer yuzidagi odamlarning ko'pchiligi bir mahallar quyoshga sig'inganlar. Nuri bilan odamlarni boqqan, to'yintirgan, isitgan, ularga rizq va nasiba bergan oftob hurmati ayni shu boisdan ulug', aziz, muqaddas bo'lgan. Mening nazarimda esa ustoz, muallim qadr qimmatini ham quyoshga mengzash mumkin. Zotan muallim inson tafakkuriga shu qadar ziyo, nur, shuur baxsh etadiki, bu nur atrof zim-ziyo bo'lganda ham yorug' bir mayoqdek atrofni yoritib turadi. Shu bois aytadilarki, ustoz muallimsiz qolsa gar jahon, gar ular mehridan etsalar judo, zulmat ichra qolib ketardi zamon, ma'rifat kelajak bo'lardi ado. Zabardast alloma shoirning bu fikrlarini tinglab beixtiyor unga qo'shilamiz. Zero dunyoni ma'rifat qutqaradi. Mamlakat shon shuhratini bilimli kishilar ko'taradi. Shunisi borki, bizning mamlakatda ham qadim-qadimdan ustoz otangdek ulug' degan naqlga amal qilib kelganlar. Bu naql asrlardan asrlarga o'tib bizgacha yetib kelgan. Ustoz qadri, qimmati doim baland tutilgan. Bugun men sizlarga hikoya qilayotganim Marg'ilon shahridagi 29-umumta'lim maktabida. Bu yillar mobaynida yaxshi bir an'anaga aylangan. Jamoa bu yerda uzoq yillar mehnat qilib, nafaqaga kuzatilgan, shafqatsiz yillar Dorul Fanodan Dorul Baqoga olib ketgan ustozlar nomini hamisha hurmat, e'tibor bilan yodga oladilar. Zero umr deganlari g'animat bo'lib, ustozlarning shogirdlar qalbiga bergan nurlari, ongiga quygan tafakkurlari mangu barhayotdir. Aynan
umr g'animat bo'lgani uchun diydor ham g'animat. Bir-birimizni ko'rib turish, hol ahvol so'rash ham qarz, ham farz. Do'stlar, yaxshilarni avaylang, asrang. Salom degan so'zning salmog'in oqlang. O'lganda 100 soat yig'lab turgandan tiriklik sen dunyoga kelgan chog'ingda hamma shodon edi, bitta sen giryon. Shunday yashagilki ketar chog'ingda hamma yig'lab qolsin, sen esa xandon.
maktabim, ketaman bag'ringdan yiroq. Eslaysizmi sinfdoshlar qanday sho'x edik, darslarga ba'zida kech qolib kelar edik. Barchasini hozir eslab aytib bo'lmaydi, birga o'tgan kunlarimiz qaytib kelmaydi. Oxirgi qo'ng'iroq, maktabda o'tgan yillarni yodimga solar. Oxirgi qo'ng'iroq, xotiramda bir umrga jaranglab qolar. Oxirgi qo'ng'iroq, maktabda o'tgan yillarni yodimga solar. Oxirgi qo'ng'iroq, xotiramda bir umrga jaranglab qolar. Kechagina qalam tutib qo'llaringga ustoz berdilar, hayot so'zin xato qilmay yoz. Sho'xlik qilib ba'zan aziz ustozlar sizga uzatardik imtihonda javobsiz qog'oz. Bugun esa sinfdoshlarim ko'zidanam, chunki aziz maktabimiz tark etamiz. Qaldirg'ochlarga aylanib uchib ketsak ham, ustozlar sizni hech qachon biz unutmaymiz. Oxirgi qo'ng'iroq. Har gal bu qutlug' dargoh ostonasidan qadam bosib kirar ekanman. Shundaygina kiraverishdagi qanday sehring bor ekan maktab yozuviga ko'zim tushadi. Zotan maktabda o'zgacha bir sehr borligini hammamiz hamisha bilib turamiz. Shu yerga kiriboq yuragimiz boshqacha urayotganligini, vujudimizni o'zgacha bir his hayajon chulg'ayotganligini sezamiz. Bu balki ilk bor o'zligimizni shu yerda taniganimizdandir. Balki eng sodiq do'stimizni shu yerda topganimizdandir. Bu balki ilk beg'ubor va bejavob sevgiga shu yerda asir bo'lganimizdandir. Bu balki bolaligimizning eng shirin, eng aziz onlari bir umrga shu yerda qolgandandir. Har qalay bu savolga hozirgacha javob topganim yo'q va boshqalar da shu paytgacha javob topishga ojizlar. Balki bu javob navnihol o'quvchilarning ko'z yoshlaridagi mana bu nuqradek tomchilarda aks etgandir. Axir maktab bilan, ustozlar bilan xayrlashmoq osonmi?
Aziz ustoz, mehri ummon, qalbi osmon muallim, sizning yorug' va charog'on ko'zlaringizda Alloh bergan pokiza bir nur, betakror bir shuur, tengsiz bir ziyo porlaydi ustoz. Yuzingizda nuroniylik, mehr, sehr bor. So'zlaringizda dunyolar sehri, olamlar mehri bisyor ustoz. Siz bizni deb uzun tunlarni tonglarga bedor ulaganingiz, bizni deb o'z oromingizdan voz kechganingiz, rohat va farog'atni emas, zahmat va mashaqqatni tanlaganingiz rost, muallim. Bugun boshimiz quyi, qo'limizda anvoyi gullar bilan huzuringizga kelmoqdamiz, aziz ustoz. Siz uzun tunlarni tonglarga ulab, bizni deb umringiz o'tdi xo'p bedor, onadek beozor, mayin erkalab, koyishingiz hali ko'p qilar xumor. Olamda umrlar turarkan sobit, to tog'lar turarkan osmonni o'pib, shogirdlar kelurlar, gullar ko'tarib, ustozning poyini ming tavof etib. Sizga dunyo zari havasmas biroz, siz bizga eng aziz, a'lo, muqaddas. Rostlik, to'g'ri so'zlik faqat sizga xos, biz sizga ming yillar qilamiz havas. Ko'ngillar mehriga yo'g'rilgan bugul, sizga bor mehrimiz etib payvasta. Oradan shuncha yil o'tdi-yu bugun biz ham ulg'ayibmiz, qarang bir pasta. Bu gullar nimamish sizga dunyo kam, sizga fido mudom jon u qonimiz. Ishoning, o'tmaydi aslo sira ham sizni eslamasdan biror onimiz. Ustoz deganimda aziz, muqaddas, ul munis chehrangiz bo'lur namoyon, sizga bul tutganim gul emas havas. Ustozlar, biz sizga maftunmiz junon. Quyoshga o'xshaydi sizning mehringiz, sarhadsiz, behudud ulkan bir ummon. Ustoz, bilmam sizning qanday sehringiz, ko'zlarga baxsh etib ko'zgudek jahon. Mehri daryo, qalbi dunyo muallimlar, ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling. Bayramingiz yana bir bor qutlug' bo'lsin, azizlar. Shirin shirin xayolni buzib, chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, yodga tushar yurakni ezib, ona maktab ochgani quchoq. Shirin shirin xayolni buzib, chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, yodga tushar yurakni ezib, ona maktab ochgani quchoq. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim.
adashib o'ylarga toldik. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. 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 Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda, dunyo sendan tor ekan maktab. Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda, dunyo sendan tor ekan maktab. Armonimsan qadrdon kunlar, darmonimsan bearmon tunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Armonimsan qadrdon kunlar, darmonimsan bearmon tunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq